Hürmetli vatandaşlar, Tatariston Respublikası'nın ot kazangan artiste degan maqtovli isim muzika san'atining ustuviga erishib qo'yishing Anvar Nurg'aliyev teatr studiyasi direktori Nurg'aliyev Anvar Marvar o'g'illariga. Pensilissimi hamşibushi diplomi Tatariston Respublikasining ot kazangan artisti Anvar Nurg'aliyevga topshiriladi. Hürmetli tomoshabinlar, yaratgan tomoshabinlar, Tatariston, Qozon, sizga cheksiz rahmatimni yetkazib bilib, shu bo'limlar uchun men aytaylik, zo'r rahmat kameraman sizga, yeni maratonda Rustam Nurg'aliyevga mening 21 yil bo'lgan xizmatimni qolganligi uchun, bayarlagan uchun men egasi bilasizlar, ko'pmi qo'ygilar bo'lsin, avlodlar bo'lsin, azobdan borib shodlikka kelar. Qo'ygi bir-birlarga kelar, shodlikda uyli bir-birlarga kelar. Bitta meni zo'rladingiz, Boshqirdistonda zo'rladingiz, hozir endi Tataristonda. Mana men xalq artistim Boshqirdistonda otalim Amin bilan aytayman. Hamda bu Tataristonda o'tkazilgan men bağışlayın, bizim o'sha taşıma jimishini elimizga. O bugun zalda bugun jimishimiz niyatli rahmat. Tatariston men yaratamiz, rahmat.